Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi eshik derazalarimizni ustanovkalarini tugatib oldik. Bu eshik derazalarimizni Andijon viloyati Asaka tumani Dasturxonchi degan joyga o'rnatdik. Bu xonadonimizga jami 3 dona deraza, 1 dona eshik, 4 dona fortichka qo'yib berdik. Bu ishimizni Akfa'ni G306 dan originaldan qo'yib berdik. Oynalari 1 qavat seriya oyna solindi. Bu ishlarimizni razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari romda enlari 260, qanot ochilishlari ikkitadan bo'ldi. 4 ko'zga bo'lindi, ikkitadan ochildi har bitta romdan. Bu eshigimizni razmeriga keladigan bo'lsak, eshigimizni razmeri 1.50, bo'yi 2.15. 3 oy derazamizni ham razmerlari bir xil. 2.60 ga 1.25. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Mana ishimizning choy qismlari ham bemalol ko'rishinglar mumkin. Har bitta choy qismlari go'zal holatda. Oynalari Mokriyda o'zini tonirovkali qora oynalardan soldik. Xudo xolasa juda ham yarashgan holatda o'rnashtirildi. Bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini kvadrati 600 ming so'mdan qilib berdik. Общий narxi 10 million so'mga to'g'ri keldi, qadrli kuzatuvchilar. 10 million so'mga 3 ta deraza, bitta eshik, 4 ta fortichka. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.